yugurishga keldik. Kayfiyatlarimiz zo'r, havo ham juda yaxshi. Dilshod aka, qanday bo'ldi yugurish? Zo'r, ajoyib. Sog'lom turmush tarzi. Albatta bunaqangi tadbirlar ko'proq bo'lishi kerak. Juda ajoyib, tashkilotchilarga rahmat. Harbiy xizmatchilarimiz doimo jismonan sog'lom bo'lishlari kerak. Shu sababli biz doimo sport turlari bilan shug'ullanib kelamiz. Shaxsan menga botanika bog'ida yugurish juda ham yoqadi. Tabiati chiroyli, sokin, kislorodga to'la. Shu sababli aziz yoshlarimizni yugurish marafonlarida qatnashishlariga, sport bilan shug'ullanishga chaqirib qolamiz.